Assalamualaikum hurmatli fuqarolar. Men Ismoilov Vahid Yanarqarg'a bank filial boshqaruvchi o'rinbosari bo'lib ishlayman. Bugungi bir gelishimizdan maqsad prezidentimiz tomonidan tijorat banklaridan topshiriq bilan mahallalarga chiqib, aholi bilan uchrashuv o'tkazib, ularni qiziqish, istak, takliflarini o'rganish, ularning loyihalarini amalga oshirish, yordam berish, amaliy yordam berish maqsadida tashkil etilgan. Endi boshqa bir sizlarga tushuntirib o'tsam, biz Yanarqarg'a bank fiyalimizda 10 mahalla biriktirilgan. Chiqirchi hududidan 6 mahalla, Gullanbaq hududidan 4 mahalla. Şu 10 mahalla aholisine imtiyozli kreditlar ajratilishida amaliy yordam berib kelamiz. Bu 10 mahallamizda 10 dona mahalla agenti biriktirilgan, ya'ni Iroda Pikamning 2 dona mahalla bankiri biriktirilgan. Mahalla agentining vazifasi bu aholini uyma yurib, tadbirkorchilik qilish istagi bor fuqarolarni aniqlash, ularga kredit ajratilishida boshqa masalalarda amaliy yordam berish masalalari yuklatilgan bu agentlarga. Endi hozir bugungi kunda bankimiz tarafidan ajratilib turgan kreditlarning tartiblari bilan tushuntirib o'tsam, birinchi kreditimiz bu biznesga ko'mak, ya'ni 17 million so'mgacha ajratiladi, plastik kartochkaga o'tkazib beriladi. Doimiy ishsiz fuqaro oxirgi 2 oy davomida ishsiz bo'lgan bo'lishi kerak, rasmiy daromad olmagan bo'lishi kerak. Ushbu fuqaro o'zini o'zi band qilsa, 412 ming so'm to'lab, ushbu fuqaroga uyida misol chorvachilik, tikuvchilik, navodir bir xo'jalikni qo'shimcha daromad keltiradigan ish qilaman desa, ajratib beriladi. Bu to'g'ri plastik kartochkasidan o'tkazib beriladi. Bu kreditimizda garant ta'minot sifatida 3-shaxs kafilligi yoki sug'urta polisi so'raladi. Keyingi kreditimiz bu mahalla loyihasi, bu 50 million so'mgacha ajratiladi. Bu ham shu xuddi ishsiz fuqaro ajratiladi. Bunun muddati 5 yil, 2 yil imtiyozli berib. Bu ham to'g'ri plastik kartochkaga o'tkazib beriladi. Bundan shu fuqaro o'zini o'zi band qilishi kerak. Garant ta'minotida aytganlik sug'urta polisi yoki 3-shaxs kafilligi taqdim qilinadi. Bu ikki kreditimiz ham kredit foizi 25% dan ajratiladi. To'g'ri plastik kartochkaga o'tkazib beriladi. Eğer hamma hujjat tayyor bo'lsa, bir kunda ish bitib, plastik kartochkaga tushadi pul. Keyingi kreditimiz bu yuridik shaxslar, ya'ni emchi, tadbirkor, fermer xo'jalik, oilaviy korxonalar ajratiladigan kreditimiz bu. PK 312-sonli qaror bor. Bu qarorga asosan ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish, savdo faoliyatidan ajratiladi. Muddati 7 yil, 2 imtiyozli davr bilan ajratiladi 19% dan. Fakat sharti buni korxona tashkilot 1 yil davomida faoliyat yuritib turgan bo'lishi kerak. Davlat ro'yxatidan o'tganda 1 yil davom bo'lishi kerak. Pul o'tkazish yo'li bilan, ya'ni nerdan mahsulot olinacak bo'lsa, shu yerga o'tkazib beriladi pul tezisini. Endi savol tug'ilishi mumkin, yangidan tashkil qilganlar yo'qmi? Bor, yangidan tashkil qilganlar, fakat bunda avval oilaviy tadbirkorlik dasturi, ya'ni hokim yordamchidan mol, to'lov, parnikda kreditlar ajratildi. Shu kreditdan olib, vaqt sirtida yopgan odam yangidan korxona tashkil etsa, rahbar o'zi korxona tashkil etsa, bersa bo'ladi bu kreditimiz ham. 100 million so'mgacha aytgandek kafillik bilan beriladi. 100 dan 300 gacha oraliqdagi 200 millionni 150, 200 milyon, 300 milyon gerekli olsa, garant ta'minoti bilan ajratiladi. Bu kreditimiz bor. Bundan tashqari bankimiz tarafidan bugungi kunda bir qancha kreditlar ajratilib kelyapti. Masalan, ipoteka kreditlari, birlamchi uy joy xarid qilish uchun 20 yil 17% dan, ishli, ishsiz fuqaro har xil. Undan keyin uy joy remonti, ta'mir uchun bor 170 million so'mgacha 10 yil 25% dan. Ta'lim kreditlari bor. Undan keyin mikroqarz, kredit karta bilan asosan ishlovchi fuqarolarga ajratiladi. Keyin bugungi kunda hozir yeşil energiya deymiz, quyosh paneli, bu ham kreditlarimiz bor. Avans plyusga va byudjet xodimlariga bir qancha kreditlar ajratilib kelayotir. Yana bir yoldan chiqdi. Bu hokim yordamchi tarafdan ajratiladigan oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida jismoniy shaxslar 33 million so'mgacha ajratiladigan kreditlar. Bu avval mikrokredit bankda edi. Bu oydan biz Agrobankka o'tirildi. Bu oydan uni ham biz ajratamiz. Endi shu Tuzloq mahallasini Navol krediti bo'ladigan bo'lsa, hammasini biz ajratib beramiz. Iroda Pikam uchrashsangiz, mahalla bankiri bu yerda Shohruxga uchrashsangiz, Navol masala bo'lsa, tez bitirib beramiz. Hozir hamma kreditlar onlayn tartibda o'tib ketdi, ya'ni pasportingizni olib bankka borasiz, Face ID kameraga qaraysiz, hamma ma'lumotingiz chiqadi. Agar
Kartınız başkanınız yok olan olsa yarım saat, bir saat uzakı kartınıza pul düşer. Hemen derseniz eğer doğru olsa kepinizden barsanız yarım saat, bir saat. Hiç qanday muammo yok hazır. Ben sıra bilmez saatim hazır. Şimdi pul ölçekli verim, ölçeksiz dersi yok. Yılını yakında kanalında pul verip kemeye yetmedi, resurs kamadı yani işitkezler. Hazır açık hemen dersi. Plan var, başkası var. Kılaman desenize alıp pedal hakkında. Yılını yakında kanalında güzeki varanda bizler bilimiz lazım onun ne yapacakını. Belki limitine yetmeyi kasa keyinkiler kalıp geçiş mümkün. Hazır alıp eğer tədbirkarçılıq kılamanızda faydalanıp kalmanız makul. Kimden ne kızıktıran saval, teklif, muamma olsa Nerede var? Aydın. En az 17 milyon kreditiniz var. Ama Şu kreditini her ayını bir yıl summada koyup yani imtiyazlı dövrden, imtiyazlı dövrü var derdim. Şu imtiyazlı dövrüne hesapla bir yıl summada koyup bulmaymış onu. Şimdi karan, bu kreditini tertipte imtiyaz bilenler yazıldı. Bize de anketada kompüterda kamera düşenimiz avtomat imtiyaz bilen çıkarırdı. Lekin siz bana imtiyaz gerekliydi, ben tezrak azraktan tölep tutulacak mı deseniz siz pulunuza bağlı grafik yapıp veredi, kağızda grafik yapıp verir, şu pulunu töleyersiniz. Varıp ana şunda faizınızdan kemrak çıkardı, imtiyazınız yok aladığından tezrak kutulardan, azraktan töleyen o variant şu olar.